bo'tqada zahar borligini qayerdan bildi? Axir u qanday qilib buni bildi? Aks holda qarzimizni to'lashimiz uchun singlimni sotib yuboradi. Axir siz erimsiz, sizni qanday qilib zaharlashi mumkin? Rostdanmi? Lekin o'ylamiz shundoq ham qashshoq. Uyda yeyishga non ham yo'q. Guruchni qayerdan olding? Kecha issiq bo'tqa ichkim kelyapti degandingiz. O'sha uchun oyimdan qolgan to'ng'ichni sotdim. Shaharga yetib sotib, o'rniga guruch sotib oldim. Demak shunaqa degan. Lekin senga qanday ishonishim mumkin? Menga zahar bermoqchimassan, to'g'rimi? Yo'q, men unday qilmayman. Buni qayerdan bildi? Endi meni aniq urib o'ldiradi. Hoy, qayerga? Zaharlangan bo'lsa ham sendan xafa emasman. Xotinjon! Singlim, agar u bo'tqada zahar borligini bilsa nima qilamiz? Opa, eringiz bizni qiynab o'ldiradi. Yaxshisi uni o'zimiz ichamiz. Bu yerda xorlanib bo'lgandan ko'ra. Ovqatda zahar bor. Nega o'zingiz ichyapsiz? Bizni o'zingiz majbur qildingiz. Opamni har kun urib kaltaklaysan. Hatto meni sotmoqchisiz. Iltimos bizni tinch qo'ying. Yetarli. Menga ozgina vaqt bering. Boshqa ahmoqona ishlar qilmayman. Men o'zgardim. Hali ko'rasiz, yaxshi yashaymiz. Nima deb o'ylaysiz? U chindan ham o'zgarganmi?